掀起了你的盖头来，让我来看看你的美，你的美貌细又长啊。 Çağan bayramı bu yıl 10 fevralga to'g'ri keldi. Çağanның harpi akşamı Xitay Merkezi Televiziya İstansiyasi 1. kanalı bu növetlik Çağan keçilik programmasını Beijingdeki asaslık sorundan başka Qashqarni öz ichiga olgan 4 tarmoq maydondanmi bevosita tarqatdi. Qashqardagi Çağan sahnasi qadimgi Qashqar ko'chalarini orqa ko'rinish qilib loyihalangan bo'lib, Qashqarning Uyg'ur madaniyatining bo'shigi ekanligidek alohidaligi gavdalanmagan. Keçilikdə Xitaycha o'rinlangan Xinjiang yaxshi joy degan naqsha va dаңlıq kino artisti Dilraba Dilmurad bosh bo'lib o'ynagan Go'zallik Xinjiangda nomli 8 minutlik naqsha usul nomeri dabdabalik qilib ko'rsatilgan. Dilrabaning kiyib sahna kiyimida Uyg'ur milliy xosligi gavdalanmagan. Xitoy tashviqotlariga qaraganda, Xitoyning Xinjiang yaxshi joy tashviqotlariga aktiv moslashib kelayotgan Dilraba Dilmuradning Uyg'urlar tarafidan xitoylashtirilgan abjash nomeri deyilayotgan nomeri Xitoy tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishgan. Cuma kuni Qashqardagi Çağanlıq naq maydon programmalaridan keyin Dilraba o'z blogida Xinjiangning usul va muzikasi nomli nomerdan Xinjiangning milliy naqsh usuldan zo'qlanadigan tomoshabinlarga yordam qilishni umid qilaman. Boshqacha bir yildan huzurlaning. Xinjiang nihoyatda go'zal joy, ko'pchilikni qarshi olamiz deb yozgan. 更加了解它是更加了解就是当地的美食也好，还是就是我们的这些景点。 Xitoy tashviqot xabarlari bo'lsa, Qashqar tarmoq maydonida o'rinlangan Go'zallik Xinjiangda nomli naqshi usulning taraqqiy qilayotgan Xinjiangning go'zal manzarasini namoyon qilganligi kuchab tashviq qilinmoqda. 那么我们将用一种平行叙事的这种手法呢，带领观众从不同的维度来感受喀什、感受新疆的这种大美，然后人们的这种生活的美好，还有这种人民载歌载舞的热情。 Xitoy matbuotlarida chiqqan xabarlarga qaraganda Xitoy hukumatı yaqinqi yillardan buyon Qashqarni markaz qilib turli iqtisod, savdo va sayohatchilikni rivojlantirish bilan birlikda Xitoy korxonalarini shundaqla Xitoy nupusini bu viloyatga jalb qilishni tezlashtirgan edi. Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Junxo millati va madaniyati engini kuchaytirish shuari ostida Uyg'ur diyorida jumladan Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qashqarda Uyg'ur madaniyati namoyandalarini yo'q qilib Uyg'urlarning milliy va diniy bayramlarini chetga qiqib, uning o'rniga Xitoy an'anaviy bayramlarini dag'dug'liq o'tkazishni davomlashtirib kelmoqda edi. Ma'lum bo'lgandek, Çağanlıq ko'ngil etish kechiligi Xitoy Kompartiyasining dunyoga o'zini ko'z-ko'z qiladigan, san'at orqali bezalgan zo'r ko'lamli tashviqot sahnasi hisoblanadi. Yer shari vaqti gazetining 10 fevral tarqatgan xabarda aytilishicha, Xitoy Çağanlıq san'at kechiligining direktori Li Meilan Yer shari vaqti gazetiga Qashqarda tarmoq maydon qurish, Xinjiangning obrazini va uning mo'l madaniyat va sayohat boyligini namoyon qiladigan ko'ngildagidek tanlash degan. Xitoy hozirgi zamon xalqaro munosabatlar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi, terrorlikqa qarshi turish mutaxassisi Livi Xinjiangning janubida tarmoq so'rin qurish, Jungoning terrorlikqa qarshi turish va Xinjiang rayonining bexatarligini qo'g'dashdagi muvaffaqiyatlarini namoyon qildi degan. Xitoyning bu tashviqotlari hukumat boshqarishidagi rasmiy matbuotlar bilan cheklanmagan. Xitoyning elchixonalari, hukumat amaldorlarimi Çağan kechiligining Qashqardagi qismidan ariyalarni tarqitib, inkoslarni yozgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Hua Chunying 11 fevral X'da Qashqardagi Çağan sahnasini ham bahrlab, bu tunji qitim Uyg'ur rayonining Qashqarda Çağan kechiligiga sohibxon bo'lishi va xalq naqshi usullari orqali bu rayonning madaniyatining ko'p xilligi va go'zalligini bayqaymiz deb tashviq qilgan. Demak, Xitoy doiralarining bu qitim Qashqarni tanlashidagi sabab uning xalqaroga ichib etilgan ko'znaklik roldan boshqa yana sayohatchilik tuguni va erkin savdo rayoni bo'lganligi deyilsa-mu, asli maqsadning Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarini fosh qilayotgan g'arb taratqullarini yolg'onga chiqarish ekanligi ma'lum bo'lmoqda. One set of documents describe the guarding of this camp just outside the city of Kashgar, with armed police stationed at all the main buildings and with each watchtower guarded by 2 officers equipped with sniper rifles and machine guns.
X'da Xitoy tashviqotchilariga qarshi inkos qaytargan analizchilarning o'tirg'i qo'yishicha, Qashqardan tarqatilgan chag'anliq programmalar Xitoy hukumatining Qashqardan iborat qadimiy Uyg'ur yurtini xitoychilashtirish va bu joydagi o'z hokimiyatini mustahkamlashdan iborat siyosiy g'arazini oshkorlab berdi ekan. Uyg'urshunos kuzatuvchilardan Manchester Universitetining professori David Tobin ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Chinese government has selected Kashgar as a site to celebrate Lunar Festival this year. Xitoy hukumati Qashqarni chag'anni tabriklash maydoni qilib tanlab, o'zining xitoylashtirish siyosatining muvaffaqiyatini tabrikladi. Bir yoqdan Uyg'urlarning dini, madaniyati va tilini yo'qotish siyosatlarini yurgizsa, bir yoqdan bu sanada xitoylashtirilgan Uyg'urlarning o'yinlarini ko'rsatish orqali Uyg'urlar xuddi azaldan Xitoy jamiyatining bir parchasidak chag'an kechiligiga qatnashishni arzulab kelgandek qiyofatda tashviq qildi. Beyjingga qaraganda Bag'dodga yaqin bo'lgan Qashqarning Uyg'ur nüfusini asos qilgan Uyg'urlarning qadimiy madaniyat va islom diniy e'tiqod meroslarini saqlab kelayotgan joy ekanligidek paketlarni qayirib qo'yib, dunyoga Qashqar azaldan Xitoyning bir parchasi deganini isbotlashga urindi. Xitoy hukumati yana Xi Jinpingning 2017-yildan buyon davom qilgan davlat zo'ravonligini, lagerlarni, Uyg'urlarni til, diniy e'tiqod, madaniyat jihatdan yo'qotish siyosatlarini mutaxassislar va hukumatlar tomonidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingan jinoyatlarni oqlashga yo'shirishga urinmoqda. But it's directly related to the mass state violence and arbitrary detention that accelerated under Xi Jinping and then in 2017. David Efendi sözünü devam qilib yana mundaq dedi. Audiences outside of China who are not familiar with those processes since 2017 Bu yangilik emas. Xitoy 1949-yildan buyon besyo'lingan millatlarga qaratgan zo'ravonlik siyosatlarini taraqqiy qildirish deb atab olgan hamda bu millatlarning xo'shal naqsh usullarini ko'rsatish orqali aldamchilik qilib kelgan. Bu kulimsirab turib o'ynalgan usullarning biz bostirishga uchrayotgan Uyg'urlarning lagerlarga solinish va jismoniy xo'rlik uchrash tahdidi ostida kimligidan voz kechib bu numurlarni o'rlashga majbur ekanligini osmonasiya va irqiy qirg'inchilik siyosatini tabriklayotgan Xitoy hukumatining bu joydagi xalqning kimligini butunlay yo'qotib tashlash, ularning noli faryod ovozini o'chirishdek oxirgi maqsadlarga yetishni ko'zlayotganligini ko'ra olamiz. Practice of silencing to silence and disappear Uyghur culture. Yaqında ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarning chag'an o'tkazishga majburlanganligi gavdalangan qisqa videolar tarqaldi. Qashqardagi chag'an kechiligi sahnasidan Xitoy doiralarining chag'anlik tashviqotni yana bir baldaqqa ko'targanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Uyg'ur madaniyati va muzikasini tadqiq qilguvchilardan Angliyadagi doktor Rachel Haris xonim bu haqda radiomizga inkos qaytirib mundaq dedi. This kind of relentless smiling and dancing is in itself a form of forced labor. Really, I don't. Bu chag'an sahnasida millatlarning xushal uslu o'ynaganliklarini ko'rsatish Xitoy Kompartiyasining uzun yillardan buyon millatlarni Xitoyning bir qismi bo'lib yashashga rozi qilib ko'rsatish an'anasidir. Men buningdan Uyg'urlarga besimning texmi zo'r darajada oshganligini his qildim. Meningcha Uyg'urlarning Xitoyning chag'anida ko'rsatgan kulimsirab turib o'ynagan naqsh usul nomerlari majburiy emgakka o'xshash zo'rlab sahnaga chiqarilgan ko'z bo'yanchilikdan boshqa narsa emas. The ethnic minority peoples as happy and belonging to the People's Republic. Xitoy Yer shari vaqti gazetining sobiq bosh muharriri Hu Shijin X'da Qashqardagi chag'anlik kechilikdan ham bahirlab, Jungo hukumati osonlik millatlarni chetga qiqiyotidi deb ayblayotganlar buni ko'rsin. Jungoning 2024-yillik bahor bayramilik eng buyuk sahnasida Xinjianglik go'zal qizlar an'anaviy Tibet madaniyati to'liq namoyanda qilindi deb yozgan. Amerikadagi Uyg'urshunoslardan doktor Henrik Sheriski Hu Shijinning inkosidan Xitoyning asli qora niyatini ko'rib olg'ili bo'ladiganligini bildirib, mundaq dedi. Propaganda that accompanied it from Hu Shijin of the Global Times and of course Xitoy tashviqotchisi Hu familiyaning inkoslaridan Xitoy hukumatining dunyoga Uyg'urlarni nishongan siyosatimiz nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Uyg'urlar radikallikdan tozalandi deb tashviq qilayotganligini ko'ra olamiz. Odatda boshqa davlatlarda mas'uliyatchan bir hukumatning natijalariga baho beradigan mustaqil tekshiruvchilar, tashkilotlar, mutaxassislar va boshqa mustaqil guruhlardan tashkillangan tekshirish mexanizmi bo'ldi. Lekin Xitoy bizga boshqa fursat bermay faqat o'zlari to'qigan tashviqotlarga asosan uning siyosatiga baho berishimizni kutadi. Bu nihoyat bema'nilik. I think that the Chinese government has been aggressive about this.
Henrik Efendi yana mundaq dedi. It's very strange that we should be asked to assess a policy. Hozirgacha Uyg'ur rayonida tekshirish fursatiga erishilgan BDT tekshirish xodimlari va mutaxassislar hamda boshqa ziyoratchilarning dokladlari Uyg'ur rayonida insoniyatga qarshi jinoyatlarning yuz berayotganligini isbotladi. Uyg'ur diyorining vaziyati shundoq andishli bir ahvol ostida tug'anda Xitoyning bu xil tashviqotini qabul qilishimiz qandoq mumkin bo'lsin? İctimai taratqularda Qashqardagi Chag'an kechiligi haqida o'ttirg'i chiqqan munozirlarda ba'zi analizchilar Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligini yoshirish uchun lagerlardagi Uyg'urlarni naqshi usul o'ynatqizganligini, buningdan ilgari CNN, BBC qatorliq dunyoviy taratqularda pash bo'lib ketgan koni o'yinni takrorlashning bema'ni urinish ekanligini tanqid qilgan. Yana nurg'un kuzatuvchilar Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi dokladlarni va xabarlarni qaytadan ham baharlash bilan birga Xitoyning bu qitim davlat taratqusining ta'sir kuchidan foydalanib kishilarning ko'z qarashini kontrol qilishni va Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi tufayli xalqaro jamoatning nazardan tushgan obrazini astiga keltirishni hamda xalqaroning ko'zini bo'yashni maqsad qilganligini o'ttirib qo'ygan. 新疆是